Assalomu alaykum Ilhombey darvozalari kuzatuvchilari, sizlarga 2026-yil yangilik bo'lgan fasondagi darvozalarni bir qator obzorini qilib beramiz. Albatta videomiz manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Hozir bizda bu joyda 20 dan ortiq darvozalarimiz bor. Hammasini bir qator obzorini qilib tushuntirib o'tamiz. Joylaringga tushib qoladigan bo'lsa, tayyorlarni ham olib borib o'rnatib beraveramiz. Xudo xolasa operator kamerani olib keling, shu darvozadan boshlaylik. Xo'p, bu darvozamiz mana Samarqand fason darvoza deyiladi. Nalichkalargacha qilganmiz, hamma yo'g'i ideal holatda bo'lgan. Darvozamiz 3 qavatli, 2 qavat 1.8 lis, 1 qavat ustida mana shu yerong'oq lislari 1.2 lisdan iborat bo'lgan, 150% shumka bo'lgan. Ko'nli gullarni ham originallaridan qo'yganmiz. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, eniga 3.5, bo'yiga 3.5 razmerga tushadi. Undan tashqari holatda ikki tomonida 35 sent, tepasida 40 sent nalichka qismlari ham bor. Mana zamoklarni ham toza zubr zamoklar bilan jihozlaganmiz. Darvozamizni metr kvadratini 1,5 million so'mdan tayyorlab o'rnatib beramiz. Samarqand darvoza kerak deydiganlarga 1,2 million so'mdan 1,8 million so'mgacha kvadrati narxlari bor. Albatta telefon qilaverasizlar. Xo'p, ketingi darvozamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketingi darvozamiz gipka fason deb nomlanadi. Darvozamiz ham 350 ga 350 joyga bemalol tushadi. Shu joylarga mana Stimul firmasining high-tech zamoklari bilan jihozlaganmiz. Albatta bu ham original zamoklar bo'ladi. Listlarimiz 1.8 2 qavat. Kraskalarimiz toza devo, matviy laklarni sochib qo'yganmiz. Skromli turish uchun shumkalari ham o'ta baquvvat. Yo'llari o'ng profil, taglari shviller bo'lgan. Shu joyiga o'ziga yarashib turuvchi mana ruchkalarigacha qo'yib berganmiz. Darvozamiz 1 metr kvadrati 1,2 million so'mdan 1,4 million so'mgacha chiqadi. Hozirgi xuddi shu holati 1,2 million so'mlik variantida bo'lgan. Xo'p, navbatdagisi ham mana A fason darvozamiz 1 qavat 1.8 lis, ustidagi shu 2 shu gullari ikkinchi qavati bo'lgan, nirjivika joylari. Xo'p, yonlari o'ng profil 2,5 stenada bo'lgan. Taglari mashina kirgan ezilmasligi uchun shviller bo'lgan. Darvozamiz eniga 3.30, bo'yiga 3.50. Korobkadan tashqari o'pish holatda ochiladi. Katta mashinalar ham bemalol sig'averadigan darajada bo'lgan. Zamoklarimiz ham albatta zubr zamokdi. Shu tozasidan mana birkalargacha bor, ko'rishlaring mumkin. Darvozamizning metr kvadrati shu holati 1,2 million so'mdan, shumkali varianti 1,5 million so'mdan tayyor bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mana 2026-yilda mana yangilik fason darvozamiz. Shu joyda mana taraflari ham 5 qator qilib chiqilgan. Bemalol yaqindan olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Bu joylarda suv zang qo'yib yuboradi deydiganlarga bu joylarni gipkada bukib chiqilgan. Umuman bu joylarda germetiklari yo'q. Albatta hamma yo'g'i ideal holatda bo'lgan. Materiallarga keladigan bo'lsak, lislari ham 2lik lis, 2 qavatli variantda bo'lgan. Shumkalari ham ekstra shumkalardan foydalanilgan. Xo'p, to'qima profillarimiz 6 ga 4, 2lik stenada, yonlari 10lik shviller bo'lgan, ikkita yoni tagi, tepasi esa shu 10 ga 5, 50 sent joyda piramugasi ochilmaydigan bo'lgan. Eshiklarga keladigan bo'lsak, eshiklari ham o'ng tomonda addenni bo'lgan. Xo'p, shu joydan kirib chiqiladi. Bu joydan shu katta mashina, yuk arava olib kiradigan bo'lsangiz, katta arava bu joydan, boshqa mahal bu joydan qatnalaveradi. Xo'p, darvozamiz kvadrat metriga keladigan bo'lsak, 1,3 million so'mdan tayyor bo'lgan. Razmerga keladigan bo'lsak, eniga 3.90, bo'yiga 3.60 razmerda tayyorlaganmiz. Kimga tushadigan bo'lsa, mana shuni o'zini ham olib borib o'rnatib beraveramiz. Tushmaydiganlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz. Xo'p, keyin bitta narsaga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz necha kunda o'rnaydi. Xo'p, shu tayyor tushadigan bo'lsa 3 kun ichida o'rnaydi. Zakaz qiladigan bo'lsangiz, bu darvozalar 20 kundan 1 oygacha o'rnaydi. Xo'p, shtampovkali variantlari 15-20 kunda o'rnaydi. Xo'p, bu darvozamiz taraf fason. O'sha 2026-yil bu darvozamizda ham nalichkalarga o'zgartirishlar kiritib, nalichkalarni mana ko'rishlar mumkin. Ikkita yonini, tepasini chiroyli qilib berganmiz. Yonlari 10lik profilda bo'lgan, buni ham brus profil baquvvatida bo'lgan. Taglari shvilli, lislari 1.8, shu gipka joylari 2 qavat. Xo'p, bu joylarda 2-2lari ikkinchi qavati bo'ladi. O'ziga yarashib turish uchun mana shu joyga mana ruchkalarni qo'yganmiz. Zamoklarni ham o'rnatganda albatta toza zamok qo'yib beramiz. Face ID zamok so'raydiganlarga Face ID zamok ham qo'yib beraveramiz darvozalarimizga.
bemalol. Uni narxini addenni gaplashamiz. Hop, Face ID zamoklarimiz $200 dan $580 bor. Qaysi firmanikini yoqtirsangiz o'shani qo'yib beraveramiz inshaalloh. Hop, kraskalarimiz Devoy kraska. Mat laklargacha jihozlaganmiz. Shu joylarga mana uklon chashpaklarini qo'yib qo'yganmiz. Albatta uyda kelinlarimiz, ayollarimiz suvsab pishganda archmasa ham bemalol tushib ketaveradi. Hop, darvozamiz 1 metr kvadratiga to'xtaladigan bo'lsak, 1.200.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka ichida qilib beramiz. Bu darvozamizni. Razmeriga keladigan bo'lsak, 350 ga 350 joyga tushadi. Undan tashqari nalchkalari bilan 19.600.000 so'mga borib o'rnaydi. Xuddi shu holatda. Hop, navbatdagisi afsona fason darvozamiz mana. Hop, kraskalarni ham mokriydi, o'sha bagatik to'qida skromdek qilib sochilgan. Eshiklari ham addenni bo'lgan, kalitkalar shu tomonda 90 sent. Hop, shu joylari 2 qavat buni ham. Gipga joylari 2 qavat. Bemalol urib ko'rishlaring mumkin. Hop, shu joylarga mana qora nerjivikalarni o'ziga yarashib turish uchun yopishtirib qo'yilgan. Listlarimiz 1.8, profillarimiz hammasi rossiyskiy profillar bilan jihozlaganmiz. Shu joylarni ham mana 2.5 stena. Uyda oldiga o'yvonga ishlatadigan profillardan qo'yganmiz. Qanday shiprlarni ko'tarib turadi, to'sinlardi. Xuddi shu profildan foydalanganmiz shu joylariga. Darvozamizni metr kvadratiga keladigan bo'lsak, 1.200.000 so'mdan tayyor bo'lib chiqqan darvozamiz. Razmerlari eniga 390, bo'yiga 350 razmerda bo'lgan. Xuddi shu turishi 16.380.000 so'mga tayyor bo'lgan. Bemalol kvadratini enini bo'yiga ko'paytirib, kvadratini chiqarishlaring mumkin. Xo'p, navbatdagi darvozamizni ham ko'rsatasiz operator. Navbatdagi mana high-techni o'sha o'ta skromniy qilib ideal holatda chiqazganmiz. Bu darvozamiz shtampovka darvoza. Xo'p, darvozamizning listlarga keladigan bo'lsak, 1.2 lik qalinlikda bo'lgan. Profillar 1.5. Shu joyga nima deyapti mana darvozaga? Bitta baho berib ketinglar. Tepalarini qarang, mana ochiq joylarigacha qilib berganmiz. Darvozamiz xudo xolasa ideal holatda yangilik bu darvozamiz. Xo'p, razmerlari eniga 340, bo'yiga 350 razmerda, kvadrati 11.9 chiqqan, 1 metr kvadratini 550.000 so'mdan uyingizga borib qo'yib beramiz. O'sh summasi 6.5 million so'mga tushgan. Taglari albatta shviller. Zamogini bu darvozaga ham sizlarga bonus sifatida original Zubr zamokda originaldan qo'yib beramiz. Xo'p, navbatdagi darvozamiz Dubai fason darvozamiz deyiladi. Buni ham jelezi 1.3, qalinligi profillar 6 ga 4, yonlar 8 ga 6. Ahamiyat berasizlar, azizlar, ko'p shtampovka darvozaga ko'pchilik yoniga plunts profillarni qo'ymaydi. Biz albatta kichkina joylargacha ahamiyat berib, shu joylarga plunts profillarni qo'yganmiz. Bu nima vazifani bajaradi deganlarga, darvozani yopilganda shu joylarda tirqich ko'rinmaydi. Uyingizda ichi o'pish ko'rinmaydi, sizni mustahkam himoya qiladigan vazifadagi darvoza chiqqan. Darvozamizga glansviy laklarini sochganmiz. Mokriy kraskalar shu joylarni mana kraskada ajratganmiz. Ertaga nerjivikaga o'xshab ko'chib ketadimi, o'chib ketadimi demaysizlar. Nerjivika ham ko'chmaydi o'zi asli, ko'pchilik shunaqa o'ylar ekanda. Nerjivikaga ham 20 yilga garantiya beramiz o'zi. Xo'p, mana o'sha kraskadagi varianti bu. Metr kvadratini buni 580.000 so'mdan chiqqan, o'pshi summasi 6 million so'mga tushgan. Razmerimiz 3 ga 350 razmerda bo'lgan. Navbatdagisi xuddi shuni eniga 347, xo'p, bo'yiga 350 razmerda qilingan. Mana o'sha toza Zubr zamoqlarigacha qo'yib qo'yilgan azizlar. Albatta bu klientni o'ylab. Xo'p, ranglarni ham jicha boshqacharoq qilganmiz undan. Xo'p, bu darvozamiz eniga o'sha aytib o'tamiz 347, bo'yiga 350 razmerda. Shu turishi 7.300.000 so'mga uyingizga borib o'rnaydi. Xo'p, navbatdagisi ham o'ta skromniy, hozirgi kunda hadavoy ketayotgan shtampovka darvozalarimiz bu ham. Razmerlari mana eniga 390, bo'yiga 350 razmerda. Eshiklari ham addendi qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu darvozamiz metr kvadrati 550.000 so'mdan chiqqan, o'sh summasi 7.5 million so'mga taqalgan. Bundan ketingi darvozamiz gibrid darvoza, ya'ni high-tech bilan Dubayda gibrid qilib ishlangan varianti. Bu darvozamiz ham o'ta chiroyli holatda, shu tepalariga mana avval holatda o'sha gulxoy joylarigacha qilib berganmiz. Qora nerjivikalar bilan jihozlaganmiz buni ham. Kraskalariga albatta 5 yil, metalni o'ziga 15 yilga garantiya beraveramiz. Xo'p, darvozamiz metr kvadratiga keladigan bo'lsak, 600.000 so'mdan to'xtagan, xuddi shu holati 7.300.000 so'mga chiqqan. Darvozamizning razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 348, bo'yiga 350.
Ya'ni 350 joyga bemalol tushaveradigan darvoza bo'lgan. Navbatdagisi ham 350 high-tech variantda bo'lgan. Xo'p, nержавейкаларni buni mana Gold Sweet'dan foydalanganmiz. Xohlovchilarga qora, yodisini ham qilib berishimiz mumkin. Bu darvozamiz 650 ming so'mdan tayyor bo'lgan, o'psh summasi 7 million 900 ming so'mga tayyor bo'lgan. Bunisi esa xo'p 350 ga 3 razmerda bo'lgan, listlarimiz 1.2, hamma yo'g'i ideal holatda bo'lgan. Bu darvozamiz 5 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan. Kimga shunaqangi darvozalar yo bundan ortiq darvozalar kerak bo'lsa, bemalol Ilhombo'y darvozalariga murojaat qiling. Albatta ishingizni sifatli, chiroyli qilib bitirib beramiz. Samarqanddan ham klientlar kelishganmi, 30 sifatli mashinalar kelib? Xudo xolasa klientlarimiz bor. Ichkarida ko'rishyapti ish jarayonlarini. Hozir bularga ham chiroyli qilib ishlarni bitirib, jo'natib yuboramiz. Mehmon qilib